Kızlar, bugün sizlerge ötüp birdiğen dersim qat-qat da. Yani gal sumay deb turan qat-qat. Bunun asası ketegen materiallar sumay, tuxum, şeker, süt, asal, poda, suda, un. Kızlar, hazır men qaranglar. Tuxum, sumay, şeker, asal, suda, podalarni hamma telenge tökme. Kızlar, men mananga hamma materialni töküp aldım. Ben bunu iyileştireyim. Kızlar, mana şeker erdi. Şeker erigandan keyin mana sütni qaranglar. To'siq chatg'uz chap turib sütni az-azdan qo'yamiz. Kızlar, men sütni 5 ga bo'lib qo'ydim. Kızlar, men undan hammani qo'ymay biroqlar. Men unni ondan biroq iyileştirib olgandan keyin to'siq chatg'uz chalamiz. Kızlar mana amda iyileştirib olgandan keyin men alnala lesni maylab un chichib tayyor qilib mushni hammani mush les qo'ymay kızlar. Kızlar buni taksi yayimiz juma. Kızlar mana tashlab qo'ypa, buni cho'qqim uritimiz. Uritib men 200-260 sap pishirib chiqay. Kızlar, pishib chiqdi qatqitimiz. Buni endi men murabbalayman, murabballab o'tirib kesib oldim. Men yerimini mana töbü chaplayman, töbü murabba surib. Kızlar, mana mushta bir-birisini töbü qatlaymiz. Men yanni kesitimiz kızlar. Kızlar, amma qat-qatning töbiga erismilayman. Kızlar, mana erismilab qo'ydim. Mana yandan chiqayotgan mananga qaranglar, bir mana ozroq shekarni ilashtirib, buni qumdek ezib ustiga chachimiz. Mana töbiga men chachiman. Kızlar, mana qat-qatmi tayyor bo'ldi, mana shundaqamdan. Men hozir mana 3 qat qildim, meni bir parchasi ish qoldi. Men uni sizlarga boshqacha bir usulni o'rgatib qo'yay. Mana men bir parchasiga men qaymoq urib, töbiga mana olib, bilak bir xil usulni o'rgatib qo'yay sizlarga. Kızlar, mana men kremini olib, men chaplayman töbiga. Men yanni kesib, men shakl chiqaray. Buning uchun qaranglar, bundaq shakl chiqarib qo'yinglar. Qaymoqni urib, hozir men buning